Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Hammalarga rahmat. Birinchi ikkita videoni o'zida portlatib tashladinglar kommentlarni. Albatta bu boshlang'ich kanalga yaxshi. Videolarimni ko'rmagan bo'lsangiz, shu yerda chiqadi. Mana shu joyga kirib o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Va top 5 2025-yildagi modellar degan videomizda ko'pchilik Pro Max, ya'ni 15 Pro Max haqida so'rashibdi. Bugun o'shanga 15 Max haqida to'xtalib o'tamiz va unga plus zerkarli bo'lmasligi uchun S24 Ultra'ni ham solishtirib ko'ramiz. Qani ketdi. Ko'pchilik Pro Max erkaklar uchun bo'lmaydi deganimga xafa bo'lishibdi. Men o'sha joyda ham aytib o'tganman. Bu subyektiv fikr. Ko'pchilik qo'llab-quvvatladi, ko'pchilik Max modellaricha bo'lmaydimi, negativ bo'lmadi-ku, bo'lmaydimi degan savollar tug'ildi. Shuning uchun bugun Pro Max erkaklar uchun qanaqa ko'rib chiqamiz. Endi birinchi o'chirtda Pro Max modellarga kelsak, oktyabr-noyabr oyida bu mega hit hisoblandi, ya'ni bozorlar to'la, talab kuchli. Shundan keyin bugun o'shanga baribir bu haqida ham gaplashishga qaror qildim, chunki top 5 dan tashqari eng ko'p sotilayotgan apparat bu hozir 13 Pro dan keyin 15 Max bo'lib turibdi. Solishtirishdan oldin 24 Ultra'mizni ham bitta ko'rib olamiz. Bu ham bu variant bo'lib, kelasi deyarli bir xil. iPhone 5 Pro Max'imiz 2023-yilda oktyabr oyida aktual sotuvga chiqqan. 24 Ultra bo'lsa 2024-yil fevral oylarida predzakaz bo'lib sotilishi boshlagan. Ikkala telefonimizga bitta-bitta to'xtalamiz. Korpuslariga keladigan bo'lsak, birinchi o'chirda korpusda ikkalasida ham titanium. Bu yoqda qanaqa baho qo'yishni o'zingizlar hal qilasizlar. Titanium babi bir xil. 25-yilda bu ikkalasining o'rni juda qattiq. Ayniqsa hozir 24 Ultra'ning yengilari ham bor. Bozorda haligacha olishyapti. Narxi maksimum minimumi 880 dan 920 dollargacha bo'lyapti. iPhone'ga keladigan bo'lsak, buni yengisi yo'q. Почти yo'q. Buvlari sredniy cheki 800 dollardan 850 dollargacha bo'lyapti. Bu noyabr oyining hisobotiga ko'ra. Ikkalasida ham titanium korpus. iPhone'dan keyin Samsung bu chiqargan titani babi hamma biladi. Apple o'zining yo'nalishi bor, yangilik, innovatsiya bu o'zining yo'lidan yuradi. Xitoyliklar bo'lsa o'zining yo'lidan emas, iPhone yo'lidan yurishga qaror qilishadi, nuqul. Xo'p, bunda ham titanium korpus. Birinchi tekis ekranli Samsung bo'lib, S24 Ultra shu Ultra versiyalarining orasida. Ko'pchilikga yoqqan, lekin men o'ylayman Samsung o'zini tabiiyligini, ya'ni Samsungligini yo'qotib qo'ydi deb. Chunki menga baribir Edge ekrani bilan yoqadi, endi kamukak, lekin telefonning o'zi juda ham tez. Bularni tashqi ko'rinishini tushundik. Protsessoriga keladigan bo'lsak, iPhone'imizda A17 Bionic protsessori turadi. Apple o'z tomonidan ishlab chiqarilgan. Samsungda bo'lsa, region, mintaqaga qarab har xil. Exynos ham bo'lishi mumkin, Snapdragon ham bo'lishi mumkin. Lekin Exynos protsessorlar ko'pincha qiziydi deyshadi. Bizning regionda Snapdragon 8 Gen 3 protsessor bilan bu telefonlarimizga kelyapti hozir. Kamera va qulayliklariga keladigan bo'lsak, men o'ylayman, baribir yo'nalishda kelganlar yo'nalishda ketaveradi. Hozir qulayligini aytsam, hech kim iPhone'dan Samsung yoki Samsungdan Apple'ga o'tmasligi mumkin. Lekin baribir shuni ham aytib o'taman. Apple iOS sistemasi 26 dan keyin ko'pchilikga yoqmayapti. Menga yoqdi. 15-16 Max'lar yaxshi tutdi o'zini. Baribir ham sal yengiligiga odam o'rganishi qiyin bo'lyapti. Samsungda bo'lsa o'sha odatiy Samsung yo'nalishi Android. Xo'p, protsessorlariga va kuchiga keladigan bo'lsak, birida Bionic A17 256 GB xotiraga ega, ikkinchisi bo'lsa Snapdragon 8 Gen 3, bu ham 256 GB li xotiraga ega. В целом telefonlar почти bir xil. Apple o'zini qulayligi, komforti bilan o'tsa, Samsung funksionali va ko'p ma'lumotlarga ochiqligi, ko'p funksionalga ochiqligi bilan o'tadi. Ikkalasining ham pluslariga kelsak, men o'ylayman Apple'da plusi yengilligi, titanium korpusligi. Hozir 17 larni ko'rib turibsizlar, alyuminiy korpus va qanaqa ular majaqlanib ketayotganini, ranglari o'chayotganini. Mana shu model qo'limda 2 yil ishlatilgan, 85 yomkisda turibdi. Lekin shunday ham ranglari joy-joyida, ranglarini yo'qotmagan. Albatta sal charchagan, lekin narxiga hozir zo'r hisoblanadi. Va Samsungda ham xuddi shunaqa titanium korpus, juda baqat, orqasi shisha, kameralari 100x zoomlari bilan. Men o'ylayman, bu ham juda udobniy, ayniqsa komfort tarafidan keladigan bo'lsak, Ultra modelida chiqadigan ruchkasi bu ko'pchilikga qulaylik keltiradi, lekin qiziqib olganlarni, shu bilan ishi bo'lmaganlarni ko'pchiligini bir haftada esidan ham chiqib ketadi. Kerakli funksiya egalari uchun deb o'ylayman. Bu pluslari, в целом Apple plusini ham, Samsung plusini ham mendan yaxshi bilasizlar. Bu ba'zi endi ishlatmoqchi bo'lganlarga aytiladigan gaplar. Minuslariga keladigan bo'lsak, ikkovida ham minusi почти yo'q. Chunki 16, 17 da bor, hamma funksiya 15 Max da ham bor. Razmeri deyarli bir xil. S24 Ultra da ham xuddi shunaqa. Bundan keyin faqat 25 turibdi. Fevral oyida yangi 26 ni kutib qolamiz, lekin hozirgi kunda bir xil. Kuzovda ozgina farqi bor S25 bilan va sun'iy intellektida ozgina farqi bor. Shunisigini hisobga olmasak, atak hammasi yaxshi. Minusiga keladigan bo'lsa, ikkala apparatni ham narxi deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda siz buni 750-800 dollar atrofida sotib olsangiz, 1 yil o'tar o'tmas yoki 1,5 yil o'tar o'tmas, albatta bunda 26, bunda o'sha 17 ni oxirlariga borganda narxlari ancha yumshab qoladi. 150-200 dollar yo'qotishingiz mumkin. Endi hech kim sotaman deb olmaydi-ku. Baribir imetida o'qiganingiz yaxshi, chunki ertaga
chiroyligi shuncha yo'qotdim deb modelni o'zidan ko'ngli sovib ketgan odamlar ham bo'lgan. Xo'p, 2025-yil bozorda bu ikkala apparatimiz ham o'zini dadil tutadi. Albatta kattaroq men o'ylayman. Ofisda ishlaydiganlarga, umuman Yandex qiladiganlarga, sotuv bo'yicha, videografiya hamma sohaga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda buni narxi ham unaqa muammo bo'lmay qoldi, chunki buni nasiyaga beradiganlar ham bor. Albatta o'zimizdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Boshlang'ich to'lov bilan 15 Pro Max'ni ham, S24 Ultra'ni ham chiqarib beramiz. Shuning uchun hozirgi narxi bu katta minus deb o'ylamayman. Kimlar uchun desa, boya aytganimdek, har bir kasb egasiga udobniy apparat hisoblanadi. Sifatli, ishlaringiz yaxshi bitadigan, tim bo'lli hozir batareykasi ham 15 Pro Max'dan yaxshi yetyapti. O'zimda sinovdan o'tdi. 84 yomkislik 15 Pro Max'ni ishlatib ko'rdim. Bir hafta davomida qo'limda bo'ldi, lekin ancha keng, ancha udobniyligi sezildi. Endi men o'zim Samsungga fanat emasman, lekin hech qachon faktlarni inkor qilmaganman. Ammo Samsungda batareykasi baribir men o'ylayman iPhonedan yaxshiroq yetadi, chunki buni kamerasi bilan ko'pchilik ishlamaydi. Bilasizlar, kamera ishlagan telefon qiziydi har doim. Shuning uchun bu iPhone'larning ko'pida shu yomkisni pasayib ketish ehtimoli bo'ladi. Endi sluh gaplar, eshitishlar yuribdi. Yaqin orada Samsungda ham shu tekshiradigan, ya'ni yomkisni ko'radigan funksiya chiqadi deb yoki chiqqan, kimlardir lifehacklar qiladi. Uni aniq ma'lumotlar yo'q. Yaqinda aniq ko'rinadi deyishyapti, chunki bozorda bu telefonlar reysi ko'payib ketgan. Shu narsaga ahamiyat berishlarini so'rab qolardim. Biz o'zimizda Malikada, Abu Sahida ishlaymiz. Shu 24 Ultra'ni ham eskisini yangi qilib sotadiganlar, kreditga olib sotib ketganlardan olib sotadigan insonlar juda ko'p. Biz narx aytsak bir xilga sizlarda qimmat ekan deb borib shunaqa odamlardan olib ketishadi-da. O'zi bularda marja 2-3% bo'ladi sredniy. Buni meni tavsiyam, bu videoda faqat ma'lumot aytish emas, bu oluvchilar ko'radi. O'sha olayotganinglarda ahamiyat berishlik kerak bo'ladigan joyi. Plombasi bo'ladi. Keyin Samsungda ikki xil versiya mavjud. 1 oylik versiya обычный korobka bo'ladi, 1 yillik versiyada galchka bo'ladi. 24 versiyani o'sha 1 yilligi yo'q, 25 Ultra'da bor. U ham unaqa katta rol o'ynamaydi narxida, lekin eski bilan yangini hisobini olib yurganinglar yaxshi. Bular hozir o'rtacha bozor narxi 880-900 dollargacha bo'lyapti. Noyabr oyida, 2025-yil noyabr oyida kunini tashnit qilib ketganim yaxshi. 25 Ultra versiyasi bo'lsa 960 dollar bo'lyapti. Yangi pochka 1 oy garantiyaligi bo'ladi. Bularni biz do'konlardan xarid qilsanglar bo'ladi, ishonchli kafolatlari bilan. Undan tashqari YouTubedan keldik desanglar, sizlarga inshaalloh 12 dollarlik golovkasini shunday bonus qilib beramiz. 15 Max ga to'xtalsak, buni ham bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizda bu va yangi versiyada 16-17 Pro Max'lari mavjud. 15 Max bu yangilari yo'q. Bulari bozorda hozir juda ko'p. Bizdan 6 oy kafolati bilan bu variantlarini va muddatli to'lovga boshlang'ich kelishilgan summa asosida xarid qilsanglar bo'ladi. Hammalarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Telefonlarga to'xtalsak, bu aytganimdek barcha uchun. Bu telefonlarning kameralari, protsessor kuchlari, AnTuTu'dagi reytinglari, suvga chidamliligi va qizishi bo'yicha sizga qiziq bo'lsa solishtirishimiz hammasi chiqadi. Agar bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Xudo xolasa shu videoni tagida 300 ta like yiqqanimizdan so'ng sizlar bilan keyingi qismini chiqaramiz. Bir haftaning ichida inshaalloh. Hamma bilan ko'rishguncha.